3 yil ichida ikkinchi martagina BYD Song Plus gibridini qo'yishim ekan. Nimagadir olib kelishmaydimi yoki bu mashinalarni shunday bu kimga yetib olsa ham tez sotilib ketadimi, olib kelishga qo'rqishadimi? Nimaga bizga BYD lar kelishmaydi? Yoki faqat qimmatlarni sotadi deb o'ylashami kerak? Shkalar narx bo'lmasa baribir bilaman, ko'pchilik qo'ymayman, o'shanga olib kelishmasa kerak. Lekin mana hozirgi kunga o'sha shkalar narx bo'lyapti. BYD Song Plus gibridi probegi atigi 24 ming ekan, 24 ming gibridi. Avtosalonlarda hozir 32 ming sotiladigan, 4 ta balon tortadigan, katta monitorli, ofitsiallidan olingan. Privet BYD, hi BYD. Xullas, gapimni tushunmadi, lekin o'rischani tiniq gapirsangiz yaxshi tushunishadi. Mana shu bagajini past qismida, mana shu qismida petno bo'lgan, joy bor ekan bo'ldi. Probegi o'sha zo'r 24 ming, 2023-yil tiniq mashina, srochniga 23500 ga, 23500 esimga tushib qoldi. Shunaqa narxga ko'ndira oldik. Shunaqa narxga bosib olsangiz bo'ladi. Hozir bilasizlar 32 ming turadi bu pozitsiyasi.